alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham qurib bitkazdik. Hozirdan ko'rinish holatini ham olib beramiz. Obyektimiz ichidan ko'rinish holatlari. Obyektimizni eni 21 metr, uzunligi 40 metr bo'ldi. Mana shu ko'rinishlarda bo'ladi. Bunga tayyor holatiga olib keldik bu obyektimizni. Stukalarimiz orasi 5 metr, balandligi ham 5 metr bo'lgan. Xorilarimiz 4 tali bo'lgan. Xorilarimiz mana o'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin. Arkalik navesimiz. Qurilish mollariga moslab berganmiz buni o'zmayga. Ichkariga kirib bemalol katta mashinalar narsalarni olib chiqib ketaveradi. Bu obyektimiz Toshkentda bo'ldi. Qo'yliqda oldidan kirganda Yashnobodda bo'ldi. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning xizmatlar O'zbekiston bo'ylab shunga o'xshash katta zdaniyalarni ustilarini, uy tomlari, mo'yka xonalari ustilari 24 metr, 25 metrgacha bez ustini olib beraveramiz. Bu obyektimiz ham eni 21 metr mana shu ko'rinishlarda bo'ldi. Har xil turdagi razmerlarda 24 metr, 25 metrgacha bez ustini olib beraveramiz. Hozir sizlarga tashqaridan ko'rinish holatlarini ham olib beraman. Mana obyektimiz tashqaridan ko'rinish holatlari. Bu obyektimiz uyda gaz tunkani olib beradi. Biz o'zimiz qatirib beramiz. 21 ga 40 joyimiz 185 millionga bitadi mana. Tunkalarni qatirib beramiz. Uyda gaz olib bersa bo'ldi. Noldan mana ustun xorilari bilan qurib beramiz mana. Kimda shunaqa joylar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.